Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Oqdaryo va Pastdarg'om tumanlari ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida viloyat hududida chorva mollari o'g'irligi bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Pastdarg'om tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan shaxs o'zining 1977-yilda va 1988-yilda tug'ilgan mahalladoshlari bilan jinoiy guruhga birlashib, Oqdaryo va Pastdarg'om tumanlari hududida jami 10 bosh qoramolni o'g'irlab, ularni Navoiy viloyatida yashovchi qarindoshining uyida saqlab, qo'shni viloyatlarda yashovchi fuqarolarga sotib kelganligi bo'yicha ma'lumotlar olingan. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu shaxslar qo'lga olinib, ulardan hamda qoramollarni sotib olgan shaxslardan 7 bosh qoramollar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, 1977-yilda tug'ilgan jinoiy guruh a'zosi yashash xonadonida 170 gram giyohvandlik moddasi saqlab kelganligi aniqlanib, belgilangan tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxslarning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda.